Bir yigit, o'zbek bola, Madina Munavvarada foundation kurs deymiz, tayyorlanib o'qib yurar ekan, o'qishga kirish uchun jamiyaga. Bir kun pul yig'ib, rosa orzu qilib yurgan bir brend krossovka sotib oldi. Mazza qilib kiyib yurib, masjidga kirib, bir kuni namoz o'qib chiqadigan holatda o'ziga o'xshagan boshqa bir musofir bola yig'lab o'tirdi ekan. Nima yig'layapsan? Oyoq kiyim kimdir kiyib ketib qolibdi, yo o'g'irlab ketibdi. Yalang'oyoq qoldim. Nima qilishimni bilmayman. Yangi kelgan bolam ekan. Va bu bizning qahramonimiz ichida kurash boshlangan. Beror oyoq kiyiming. Sen uni hech kam joying yo'q. Sen ham musofirsan, o'zing o'z zo'rg'a pul yig'ib olding. Orzungdagi ishni yaxshi ko'radiganligi, krossovkang diyor, berasanmi diyor. Berma, bergi. Oxir shab ko'zini yumib, Xudoning roziligi uchun mana shu bolaning bir hojatini chiqaray deb beraverdi. O'zi yalang'oq ketgan. Aytadiki, Mahmud Usmon aka aytib beryapti. Hali bola aytadi, hayotimdagi 20 ta juda katta ishlarni mana shu krossovka orqali bitirib oldim. Vasila degan juda go'zal narsa bor o'sha. G'or sohiblarida keladi, tosh yopib qo'yganda 3 ta qilgan solih amallarini o'rtaga qo'yganda ochiladi. Bu bor narsa, islomda ulug'larimiz aytgan. Hali bola duo qilar ekan. O'qishga kirish kerak. Ey Xudoyim, o'sha kuni masjidda hali bola krossovka, oyoq kiyim yo'q edi. Shu krossovkaga o'zim muhtoj edim. Lekin seni roziliking uchun berib yubordim. Uni sen bilasan, men bilaman, hali bola biladi. Uni boshqa ko'rmadim. Endi sen bilan men qoldik. Shu krossovkani agar haqiqatda dargohingda qabul qilgan bo'lsang, men o'qishga kirishim kerak. Shu o'rtaga qo'yib so'rayman, vasila qilib kirib ketayin. O'qishga kirib ketdim dedi. Undan keyin katta kitoblar yodlash kerak dedi. Zehnpas. Ey Xudoyim, hali krossovka bor-ku dedi. Shuni o'rtaga qo'yib so'rayman. Hammasini yodlashga menga himmat bergan. Qancha ilm olgan. Bitirishim kerak esonaman. Ey Allohim, hali krossovka o'rtaga qo'yib so'rayman dedi. Esonaman bitirib olay. Keyin uylandim dedi. Uy oldim, mashina oldim. Har safar katta bir narsaga erishmoqchi bo'lsa yo bir mushkulot boshimga tushadigan bo'lsa, darrov duoga o'tiraman. Xudoyim, hali krossovka. Eshitganimdan keyin o'zim o'ylanib qoldim-da. Seni hayotda shunaqa krossovkang bormi? Odamlarga ovoza qilmagan birorta maxfiy amalingiz bormi? O'ylab qarang-da. Nimaiki